ikkidan bir xil joy, lekin ikkisini fasadi ikki xil. Nima qarang, elde boshqacha, elde mehr berilgani o'ta go'zal. Tazg'ashkabaski 50-maktabning orqa tomonidamiz. Men sizga bu joyni emas, shu tayyor mehr muhabbat berilgan joyni sotayman. Короче, 600 kvadrat metr. 50 metr, orqasida bo'lsa 30 metr. Umumiy maydoni shunda 600 metr kvadrat bo'ladi. Gaz, suv, svet, kommunalniy hujjat muammo yo'q. Fasadlar yaqinda bo'lgan, oyna eshiklar o'zgartirilgan apaga bog'bon qarab bilgan, lekin 3-4 oy bo'lgan bog'bon ham yuribdi dedi. O'zingiz his qilib turgansizlar bu archalarni qimmat-qimmatlar bilan. Nima qaraysiz, ras bir mehmon do'st odamga kerak uy ekan. Shuning o'zida bemalol to'y, tashkil, tadbirlarni suv bersangiz bo'laveradi. Va bu yoqda novis etilgandan novisdan biroz odam yetadi. Yana bir novis bor bu yoqda. Bu yoqning o'zidan biroz novis odam yetadi. Va bu bog'ga qarang, chiroyli qo'yilgan bog'. O'rtada tapchan uchun joy, stol kursi uchun. Bir 3-4 oy bo'ldi bog'bon ham yuribdi dedilar. Bo'lmasa bog'i zo'r mehr berilgan ekan, qarang. Bu yoqda letniy hojatxona va kladovka. Buning ichini bir qator ko'rib chiqamiz, shungacha sizlar like bosib, obuna bo'lib turing. Narxini egalari $94,900 aytib turibdilar. Nima bo'lsa narxini dastoying albatta kommentariyada, fikringizni video davomida bildirib ketavering. Akkuratni, chiroyli holda. Dam eshikning ichidan aqva eshik ham qo'yilgan. Suv o'tmasligi, chiqib ketmasligi uchun. O'y zamonaviy kotel bilan qizdiriladi ko'rib turganingiz. Bu yerda ummanik diyorlar fon. Namli joylarni o'zimga yaqin yeri kelgan yeri keng. Bemalol shkafam, ummanik ham sig'ib ketaveradi. Koridorning kattaligini qarang. Bunda oshxona, diyorlar fon, oynalar ham katta qo'yilgan. Kuxonyaga bir o'zingiz ekkalasiz ekan. Gaz bor, gaz plita ham bor. Oynaning kattaligini qarang. Va bu yerda zol. Zalda e'tibor eting, batareyalarning ko'pligini 1 emas, 2 emas, 3 emas, 4 dona batareya qo'yilgan. Zal ulaytirilgan, bu yerda balkon bo'ladi, ko'pchilik biladi, chiqilgandan panoramni etib oyna qo'yib berilgan. Divorlar ovoydan chiqib turibdi. Короче, ozgina mehr muhabbat ajratib yashaversangiz bo'laveradi. Yana bir qulaylikki sanuzo alohida va bu yerda bo'lsa alohida hojatxona. Ana birinchi xona. Spalnilar hisoblanadi. O'zi ikkinchi xona. Oyna, divorlar bo'y, oyoq laminat, patologlar ham yaxshi ishlar berib qo'yilgan. Hujjatlar ham o'zgachasidan qo'yilgan ekan. Bo'lsa ikkinchi spalni, uchinchi xona bo'ladi shunda. Registrlarga qarang. Registrdan lekin oyolmagan ekan, bolam issini yaxshi ko'radigan odam ekan lekin o'zlarimizdan. Endi registr qarang bir, undan keyin yana birsi. Nodisiz, narxini dastoyingmi? Albatta like bosib, kommentariyada fikringizni, podpisatsiya etib, yozib keting xullas.